نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وكي مليا فملء الكون أسراح. Said ibn Abu Waqqas radiyallahu anhu. Allah onundan razı olsun. Birinci kısım. Ey Said, atqın. Ata-anam sana fida olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şek şüphesiz ki insan öz ötmüşüden savak ve ibret olmay turup hazırda yaşayalmaydı. Ve kelgüsüge yetişelmaydı. Biz uzun zamanlardan bu yan ötken ümmetler içeri kem uçuraydıgan takvadar kişilerden bulgan xushparaq bir dasti bilan Allah ihson qilgan ummatmiz. Allah bilan qasamki, men qachoniki sahobalarning ish izlaridan xabardor bo'lish uchun batlarni varaqlaganimda hayron qolatdim va o'zimga bizning qiz yigitlarimizga Allah tarafga boradigan yo'lni yo'ritib berish uchun, balki so'z harakatlarda ularga ergishish uchun nemishqa qiz yigitlarimiz ularning ish izlaridan bexabar qoladi deydim. Chunki ulug'larni do'rash nijotliqdir. Biz hozir ana shu yaxshilardan birisi bilan tanishmoqchimiz. U bo'lsa jannat bilan xushxabar berilgan 10 kishining biri. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan hamma g'azotlarga qatnashgan, hammasidan ilgari iymon etgan kishilardan biri. Maslahatchi bo'lgan 6 kishining biri. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'asi, Qadisiya jengining qahramoni, Madainni fath qilguvchi, o'tparastlarning ibodat qiladigan o'tini mangulik o'chirayotgan Said ibn Abu Waqqasdir. Uning haqda ching turganligi. Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhu Makka yigitlarining esili va nasab jihatda esil edi. Uning qalbi kishilarni jahiliyat qorong'uligi va buzuq e'tiqoddan tavhid va iymon nuriga chiqarish uchun suzilgan kuyimchan qo'lni nihoyat orzu qiladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishdan burun arablar uzun zamondan buyon eng yomon holatda yashab kelgan edi. Haqiqiy iloh Alloh taolo bu ummatga yaxshilikni iroda qildi. Makka atroflarida butun koinotga Allohga ulashtiradigan yo'lni yo'ritib berish uchun vahiy nuri chaqnadi. Said radiyallohu anhu shu vaqtda amdi texi 17-bahorni qarshi elayotgan bo'lsa-mu, o'ziga yoshlarning aqli va cho'nglarning hikmatini mujassamlagan edi. Masalan, u tang tushtirib bog'lanib qolgan har turli o'yin tomoshalardan xushal bo'lmaydi. Uning g'ami faqat o'q yasash, yachoqni o'ngshash, o'q etish bilan shug'ullanishdan iborat edi. Xuddi u o'zini katta bir ish uchun tayyorlayotgandek qilardi. Hidoyat boshdan oxiri ilohiy bir sovg'a ediki, uni Alloh xohlagan bandalardan xohlagan kishining qalbiga tashlaydi. Alloh Said radiyallohu anhuning qalbiga hidoyat nurini tashladi. Shuning bilan u musulmon bo'ldi. Hattoki u mundaq deydi: kishilar faqat men musulmon bo'lgan kunida musulmon bo'ldi. Men islomning 3dan beri bo'lib 7 kun turdim. Yusuf ibn Majishun mundaq deydi: Saidning qizi Aisha radiyallohu anhaning mundaq deganligini anglagan edim. Atam bir kecha kunduz islomning 3dan biri bo'lib turgan edi. Lekin Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhuning musulmon bo'lishi osonga to'xtamadi. Bu mu'min yigit eng qattiq va eng og'ir sinoqlarga uchradi. Bu sinoqlar shuncha og'ir, shuncha qattiq bo'ldiki, hatto Alloh subhanahu va taolo bu haqda Qur'onda oyat tushirdi. Abu Osman Said radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmag'in. Sura Ankabut 8-oyat. Degan bu oyat mening haqqimda nozil bo'lgan. U mundaq deydi: men ota-onamga bek itoatman edim. Men musulmon bo'lganda onam mundaq dedi: ey Said, sen paydo qilgan bu nima din? Sen cho'qim bu diningni tark etsan, yoki bo'lmasa men yemayman, ichmayman, o'lib ketaman. Shuning bilan kishilar seni ayblab, "Hey, onasini o'ldirgan qotil" deydi. Men: ey ana, bunda qilmag'in. Men bu dinimni hech qanday narsa uchun tashlay olmayman dedim. Onam bir kecha kunduz yemay, ichmay qiylanib ketdi. Men buni ko'rib, ana bilib qol. Alloh bilan qasamki,
sening 100 jining bo'lib birdan chiqib ketsa-mu, men dinimni tashlamayman. Endi xohlasang yegin, xohlamasang yemagin dedim. Anam buni ko'rib oxiri tomoq yedi. U jinini, vaqtini va milini Alloh yo'lida pido qilgan edi. Allohning do'sti payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni qalbining cho'nqur qatlamidan yaxshi ko'radi. Hattoki Said radhiyallohu anhuning o'z taqsi ekanligidan faxrlanadi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida o'ltirardik. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Mana bu mening tog'am. Qani, kishilar menga tog'isini ko'rsatmoqsin" dedi. Balki Said radhiyallohu anhu shundoq katta fazilatga erishgan kishi edi. Abdullah rivoyat qilib mundoq deydi: Mughira radhiyallohu anhu xutba o'qib o'tib Ali radhiyallohu anhu ni tiladi. Shuning bilan Said ibn Zayd radhiyallohu anhu chiqib, buning Ali radhiyallohu anhu ni tillashidan hayron qolmamsan. Guvohlik beramanki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan biz Hiro yoki Uhud tog'ida edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Jim turg'in Hiro yoki Uhud. Ustunda turg'ini faqat payg'ambar yoki Siddiq yoki shahiddir" dedi. Said radhiyallohu anhu u yerda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Talha, Zubayr, Said, Abdurrahman va Said radhiyallohu anhumlar qatorli kishilar bor ekanligini aytdi. Said radhiyallohu anhu Allah o'z payg'ambarini o'ziga yaqin qilishga buyurgan kishilardan edi. Said radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qiladi: Biz 6 nafar kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Bularni qo'g'libat, bizga jur'at qilib qolmasin" dedi. U mundoq deydi: U yerda men, Ibn Mas'ud, Uzayl qabilasidan bir kishi, Bilal va yana 2 kishi bor edi. Men ularning ismini atamayman. Shuni bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qalbiga Alloh xohlagan o'ylar keldi. Alloh azza va jalla darhol bu oyatni nozil qildi. Allohning roziligini deb atigan oqshomda Parvardigoriga ibodat qildiganlarni yeningdan qo'g'lab etmagin. Sura An'am 52-oyat. Said radhiyallohu anhu tunji bo'lib Alloh yo'lida o'q otgan kishi edi. Zuhriydan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hijozning bir tarafidagi Robih deb ataladigan bir joyga qo'shin avatdi. Bu joy Juhfa degan joyning yanida edi. Bu qo'shinda Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu bor edi. U yerga borganda mushriklar musulmonlarga hujum qildi. Shuning bilan Said radhiyallohu anhu ularni o'q bilan qo'g'dab qoldi. Bu Alloh yo'lidagi tunji jang edi. Ondan Said radhiyallohu anhu mundoq dedi: Yettimu Rasulullohga bu xabar. Qo'g'didim hamrohlarimni o'q bilan. Tayyor bo'lmagan yovga qarshi birer mergan mendan burun ey Rasululloh o'q bilan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qarovuli. Said radhiyallohu anhuning qalbida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rish yuqori darajaga yetgan edi. Hattoki u payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uchun o'zini, farzandlarini, melini va butun dunyoni pido qilishni orzu qilardi. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Bir kechasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uxlay olmadi. Ondan u: "Kashki bu kecha meni hamrohlarimdan yaxshi bir kishi qo'g'digan bo'lsa" dedi. Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi: Shu vaqtda biz qurol ovozini angladik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bu kim?" dedi. Said ibn Abu Waqqas: "Men, ey Allohning payg'ambari, seni qo'g'diqla keldim" dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uxladi. Hattoki men uning xo'rak tatqanini angladim. Ey Alloh, Saidga shifolik bergin va hijratini davomlashtirib bergin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Said radhiyallohu anhuni nihoyat yaxshi ko'radi va uni alohida yo'qlab turadi. Said radhiyallohu anhuning qizi Aisha radhiyallohu anha otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Makkada nihoyat qattiq og'rib qoldim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni yo'qlab kelgan edi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, men vafot bo'lsam mol dunyo qoldirib ketaman. Mening faqat birlik qizim bor. Shuni men melimning 3dan 2 qismini sadaqa qilishga vasiyat qilib, 3dan 1ini qoldirib qo'yaymi" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Yo'q" dedi. Men: "Undaqda yerimini vasiyat qilib, yerimini qoldirib qo'yaymi" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Yo'q" dedi. Men: "Undaqda 3dan 1ini vasiyat qilib, 3dan 2sini qoldirib qo'yaymi" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "3dan 1 bo'lsin. 3dan 1mi ko'plik qiladi" dedi. Ondan qo'lini peshonasiga qo'ydi. Keyin qo'lini yuzimda va qo'rsqimda qo'yib: "Ey Alloh,
Saidning kesiliga shifolik bergin. Uning hijratini davomlashtirib bergin dedi. Men shuningdan tartib hozirgacha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'lining sovuqligini jigirimda bordek his qilaman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin Said radhiyallohu anhu o'z davridagi zohid, obid va Alloh yo'lidagi mujohidga aylandi. Sahobalarmi uning qadri qimmati va martabasini biladi. Allah uning duosini ijobat qildi. Allah uningga in'om qilib, uni duosi ijobat bo'ladigan qilgan edi. Bu bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uningga: "Ey Alloh, Said qachoniki sana duo qilsa duosini ijobat qilgin" degan duosining barakatidan bo'lgan edi. Mu'minlarning amri Umar radhiyallohu anhuning davrida ko'paliklar Said radhiyallohu anhuning haqida shikoyat qilib, u namozini yaxshi o'qimaydi dedi. Shuning bilan Said radhiyallohu anhu o'rnidan turib: "Men Alloh yo'lida o'q otgan tunji arabman. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan g'azot qilardik. Vaholanki bizga daraxt g'ozinidan boshqa tamoq yo'q edi. Hatto bizning birimiz xuddi tugi yoki qo'y mayoqlagandek mayoqlaydi. Uning aralashmasi yo'q edi. Ondan keyin Banu Asad qabilasi islom haqida menga yordam berdi. Agar unda qilsam, namozni yaxshi o'qimasam, ziyon tortgan bo'lib ketaman va amalim bekor bo'lib ketadi" dedi. Yana bir rivoyatda Jabir ibn Samura rivoyat qilib mundoq deydi: Kupaliklar Umar radhiyallohu anhuga Said radhiyallohu anhuni arz qildi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu Said radhiyallohu anhuni vazifasidan elib tashlab, Ammar radhiyallohu anhuni Kupaga mas'ul qildi. Ular yana arz qildi. Hatto ular Said radhiyallohu anhuning namozni yaxshi o'qimaydiganligini aytishdi. Umar radhiyallohu anhu Said radhiyallohu anhuga odam avatib: "Ey Abu Isaq, bular sening namozni yaxshi o'qimaydiganligini aytibdi" dedi. Abu Isaq, ya'ni Said radhiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, men ularga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozini kemaytmasdan o'qib bergan edim. Dastlabki 2 rakatni uzun o'qiydim. Keyingi 2 rakatni yengil qisqa o'qiydim" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Abu Isaq, bu sening gumoning" dedi. Ondan Umar radhiyallohu anhu uni bir kishi bilan yoki bir necha kishi bilan Kufaga tekshirishga avatdi. U kishi hech bir masjidni qoldirmay Said radhiyallohu anhu to'g'riliq so'rab chiqdi. Ular hammasi Said radhiyallohu anhuni maqtaydi. Hattoki u Bani Abbas qabilasidagi bir masjidga kirganda ulardan Abu Said radhiyallohu anhu deb kunyat qilinadigan Usama ibn Qatada degan bir kishi o'rnidan turib: "Sen bizdan so'rab qolding. Said radhiyallohu anhu qo'shin bilan jangga chiqmaydi. Barobar taqsim qilmaydi. Adil hukm qilmaydi" dedi. Said mundoq dedi: "Alloh bilan qasamki, men 3 duo qilaman. Ey Alloh, agar bu bandan yolg'onchi bo'lib, kishilarga ko'rsatish va anglatish uchun turgan bo'lsa, uning umrini uzun qilgin. Uningga uzun mezgillik, kambag'allik bergin. Uni fitnalarga uchratgin" dedi. Bu kishidan shuningdan keyin ahvol so'ralganda, "Men Said radhiyallohu anhuning qarg'ishiga ketgan, fitnaga duchor bo'lgan buvayman" deydi. Abdul Malik mundoq deydi: "Keyin men u odamni ko'rdim. Qirib ketganligidan qishi ko'ziga tushgan edi. U yo'llarda qiz cho'konlarning oldini to'sib, u yer bu yerlarni chimdib yuratdi. Kishilarning uning badduosidan qo'rqishi, uning atrofidagi kishilar uning badduosidan qo'rqatdi. Chunki ular Alloh uning duosini shu hamon ijobat qiladiganligini biladi." Said ibn Musayyab radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Men Said bilan o'tirgan edim. Haris ibn Barsa ismli bir odam keldi. U bozorda edi. U Said radhiyallohu anhuga: "Ey Abu Isaq, men boya Marvonning yanida edim. Uning bu mol bizning melimiz. Biz uni xohlagan kishiga beramiz deganini angladim" dedi. U mundoq deydi: "Shuning bilan Said radhiyallohu anhu qo'lini ko'tarib, duo qilaymi?" dedi. Marvon taxtida edi. U sakrab tushib Said radhiyallohu anhuni quchoqlab oldi va: "Ey Abu Isaq, sendan iltimos qilaman, duo qilmagin. Bu mol Allohning meli" dedi. Said ibn Musayyab radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Said radhiyallohu anhuning deriga yangi ko'ylak kiyib chiqqan edi. Shamol chiqib uning kiyimini echivatdi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu uni qamchi bilan qattiq urdi. Said Umar radhiyallohu anhuni to'sish uchun kelgan edi. Umar radhiyallohu anhu uningga qamchini shiltidi. Shuning bilan Said radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhuga badduo qilishga boshladi. Bu chaqda Umar radhiyallohu anhu qamchini Said radhiyallohu anhuga sundi va qisas elib olgin dedi.
Said radiyallohu anhu Umar radiyallohu anhuni afu qildi. Umar Said radiyallohu anhuni yaxshi ko'radi va uning qadr-qimmatini va martabasini biladi. Abdullah ibn Umar radiyallohu anhu Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'tib masih qilganligini rivoyat qildi. Ondan bu haqda Umar radiyallohu anhudan so'rgan edi. Umar radiyallohu anhu sana Said radiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'g'riliq bir ishni so'zlab bersa, bu haqda boshqalarni so'rma dedi. Uning Alloh yo'lida qilgan jihadi. Said radiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan hamma g'azotlarga qatnashgan va bu g'azotlarda yaxshi tirishgan edi. Ibn Mas'ud radiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Saidning Badr kuni piyodalar ichidagi otliq qo'shindak urush qilganligini ko'rdim." Amir ash-Sha'biydan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhuga: "Sen qachon payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning duosiga erishgan eding?" deyilgan edi. U mundaq dedi: Badr kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida turib o'q etib o'tatdim. U o'qni yochoqning o'tirig'iga qo'yib: "Ey Alloh, ularning qadamlarini tavratgin, qalblariga qo'rqinish solgin, ularni mundoq qilgin, undoq qilgin" deydi. Yana: "Ey Alloh, Saidning duosini ijobat qilgin" deydi. Uhud g'azotida marganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'rinlaridan qimirlamaslik haqidagi buyrug'iga xiloflik qilib, tog'ni tashlab ketgan vaqtda mushriklar musulmonlarga hujum qilishga va ularning ichida cho'ng qirg'inchilik paydo qilishga qodir bo'lgandan keyin Allohning do'sti payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'ldirmoqchi bo'lganda Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhu ansarlardan bir to'p kishi va Talha ibn Ubaydulloh radiyallohu anhu bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida mustahkam turdi. Said radiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dash uchun o'q etib turadi. Said radiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning menga o'qni sunib bergach, otqin, ota-onam san fido bo'lsin deganligini ko'rdim. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga kuchi yo'q o'qni sunib berib, buni otqin deydi." Ali radiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhudan boshqa kishiga ota-onasini jamlab fido qilganligini anglamagan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhud kuni: "Ey Said, otqin, ota-onam sana fido bo'lsin" degan edi. Said radiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: "Mushriklardan biri musulmonlarni qattiq bearam qildi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: 'Otqin, ota-onam sana fido bo'lsin' dedi. Men uchi yo'q o'qdan birini etib, uning peshonasiga tekkizdim. U yiqilib tushib, avrati echilib qoldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam iziq tishi ko'rinib qolg'ichi kulib ketdi. Balki Said radiyallohu anhu Uhud kuni farishtalarni ko'rgan edi." Said radiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: "Uhud kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida ikki kishining urush qilayotganligini ko'rdim. Ular oq kiyim kiyib olgan edi. Ularni shuningdan burunmi, keyinmi ko'rib baxmadim." Hafiz mundaq deydi: "U ikki farishta Jibril va Mikail alayhissalomdir. Said radiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lguncha hamma g'azotlarga qatnashib, janglarda mustahkam turdi. U o'z ahdisida ching turib, Abu Bakr Siddiq va Umar radiyallohu anhu bilan hamma g'azotlarga qatnashdi. Hattoki Umar radiyallohu anhuning davrida islomiy fatihlar bo'lganda, islom uchun eng katta g'alabalarni elib kelish uchun vahshiylashgan shirdak dushman saflarini yerib jang qildi. Parislar arablar bilan urush qilishga tayyorlanganda Umar ibn Xattob radiyallohu anhu: "Alloh bilan qasamki, ajam podshohlarini arab podshohlari orqali to'xtatmayman" dedi va amaldorlarga xat yozib, "Qurol yarqi bor yoki e'tibor, botur yoki o'tkir fikrli kishilardan birini qo'ymay mening yanimga avatinglar, tez bo'linglar" dedi. Umar radiyallohu anhu bu qo'shinga o'zi bevosita qo'mondonlik qilmoqchi bo'lgan edi. Maslahatchilar uni to'sdi. Shuning bilan Umar radiyallohu anhu kishilarni yig'ib, "Men bu qo'shin bilan yo'lga chiqishni qaror qilgan edim. Oranglardagi o'tkir fikrli kishilar meni to'sib qo'ydi. Men bir kishini qo'mondonlikqa tayinlab yo'lga solmoqchi. Menga bir kishini ko'rsatinglar" dedi. Said radiyallohu anhu shu vaqtda Havazin qabilasining sadiqa ishlariga mas'ul edi. Umar radiyallohu anhu kishilar bilan kimni qo'mondon qilib avatish haqida maslahat qilishayotganda Said radiyallohu anhudan xat keldi. Umar radiyallohu anhu: "Topdim" degan edi. Ular: "U kim?" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Hujumchi shir Said ibn Malik radiyallohu anhu" dedi. U yana: "U haqiqatan botur margan" dedi. Abdurrahman ibn Avf radiyallohu anhu mundaq deydi: Said ibn Malik az-Zuhri radiyallohu anhu botur shir edi.
Ömer Said radiyallohu anhuni chaqirib mundoq dedi: "Men seni Iroq urushiga mas'ul qildim. Mening vasiyatimni esingda tutqin. Sen nihoyat qiyin ish uchun ketyapsan. Bu orqali haq botildan ayriladi. Shuning uchun sen o'zingni va yoningdagi kishilarni yaxshilikqa ko'ndirgin. Yaxshilik qilish orqali yordam so'ragin. Bilginki har bir tayyorlik uchun lozim bo'ladigan narsalar bor. Yaxshilik uchun lozim bo'ladigan narsa sabrdir. Sana kelgan qiyinchilikqa sabr qilgin" dedi. Qodisiyada Said radiyallohu anhu qo'shinni ratlab jangga safarbar qildi. Har 10 kishiga bir guruh boshlig'i tayinladi. Bayroq ko'tarishga dinda to'pisi bor kishilarni bekitdi. Qo'shinning avangard qismi, o'ng qanot, so'l qanot, orqa saf muhofizatchi qismi, piyodalik qism, otliq qism qatorliqlarga mas'ullarni qo'ydi. Ondan qo'shinga dushmanlarning ushtumtut hujum qilishidan saqlanish uchun hammasi to'plashgan holda olg'a ilgirladi. Said radiyallohu anhu qo'shin ichidagi boshqarish masalalarini unutib qolmadi. Qozilikqa mas'ul kishi tayinlab, g'animat taqsimlash ishiga shuni mas'ul qildi. Vaz nasihat qilishga odam tayinladi. Paris tilini yaxshi biladigan tarjimon va yoziqchilik ishlarini qiladigan kotib bekitdi. Musulmonlar qo'shini Qodisiyaga yetib bordi. Said radiyallohu anhu bexatarlik xodimlarini parislarning ahvolini egallashga avatdi. Ondan bir bo'lik qo'shinni qo'shni rayonlarga hujum qilishga avatdi. Ularning hammasi g'alaba, g'animat va salomatchilik bilan qaytib keldi. U yana Kisro va Rustam bilan maslahatlashish va ularga musulmonlarning talablarini, ya'ni musulmon bo'lish yoki bajet to'lash yoki jang qilish taklifini o'tirg'a qo'yish uchun musulmon arboblardan vakillar o'mika avatdi. Bu ummat Kisro va uning qo'mondoni Rustamga o'tkir ma'naviy ta'sir ko'rsatdi. Ikki taraf jang uchun tayyorlandi. Said radiyallohu anhu jangga ruxsat qilishdan burun o'tkir fikrlik, aqlliq va botir kishilarni jangga qiziqtirish uchun mujohidlarning yeniga avatdi va jihad surasi bo'lgan sura Anfalni o'qishga buyurdi. Bu sura o'qilish bilan kishilarning qalbi erib, ko'zlariga yosh keldi va bu surani o'qish bilan tamkinlikni his qildi. Said radiyallohu anhuning jakarchisi qo'shin ichida mundoq jakarladi: "Ey xaloyiq, bilib qolinglar, Allohning buyrug'iga bo'ysunib jihad qilishdan boshqasiga hasad qilish halol bo'lmaydi. Jihad qilishda bir-biringlarga hasad qilinglar, bir-biringlardan qizg'ininglar." Bu botir yosh qo'mondan Said radiyallohu anhuni kasallar chirmib olgan edi. U o'ltirg'ich nirva og'riqiga giribdor bo'lgan edi. Uning ustiga chaqqa va yaralar uni uloqqa minishdan, o'ltirishdanmi to'sib qo'ygan edi. Shun u uloqqa minolmaydi va o'ltirolmaydi. Shuning bilan u saroyning ustiga chiqib, ko'krikini yostiqqa qo'yib, dum yetib turib kishilarni kuzatdi. Pastda maydonda uning o'rinbosari Xolid ibn Arfata bor edi. Said radiyallohu anhu uningga ustidan uning buyrug'i va cheklamalari yozilgan raxtlarni tashlab beradi. Musulmonlar sepining oxirgi qismi saroyning yanida edi. Said radiyallohu anhu saroyning o'g'zisida dum yetib qo'shinga qarab xutba o'qib mundoq dedi: "Shak shubhisizki Alloh haqiqiy ilohdir. Podshohlikda uning sheriki yo'qdir. U so'ziga xiloflik qilmaydi. Uning madhiyasi yuksakdir." U mundoq deydi: "Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda zaminga, ya'ni jannat zaminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik." Sura Anbiya 105-oyat. Bu, ya'ni zamin sizlarning mirosinglar va Parvardigoringlarning va'dasidir. Allah 3 yildan buyon buningdan foydalanishinglarni sizlarga yo'lliq qilib berdi. Sizlar uningdan yeysizlar, ichsizlar, aholisini o'ldirsizlar, ulardan boj va o'ljalarni olasizlar. Bugunga qadar shundoq bo'lib keldi. Oranglardagi ne'mat berilgan kishilar bularga erishdi. Bu qo'shin sizlarga keldi. Sizlar arablarning sharaflik va yaxshilari, har bir qabilaning tanlangan kishilari, kayninglarda qolgan kishilarning azizlari. Agar sizlar dunyoga qiziqmay, oxiratga qiziqsanglar, Allah sizlarga dunyo va oxirat yaxshiliklarini jamlab beradi. Undaq qilish hech kimni ajiliga yaqinlashtira olmaydi. Agar sizlar qo'rqib, bo'shishib, suslashib qolsanglar, kuch-quvvatinglar ketib qoladi va oxiratliklarni halok qilasizlar. Ondan u mundoq dedi: "Sizlarga Xolid ibn Arfatani o'rin bosar qildim. Menga tekkan kasal va yara chaqlar bo'lmagan bo'lsa, uning o'rnida o'zim qo'mondan bo'lgan bo'lardim. Men dum yetib sizlarga ko'rinib turman. Uningga quloq solinglar va bo'ysuninglar. Chunki u sizlarni men buyrug'imga buyuradi va mening fikrim bilan ish qiladi." Tabari mundoq deydi: Said radiyallohu anhuning xati kishilarga o'q berildi. Bu xat ularga yaxshilikni ziyoda qildi. Ular uning fikriga qaytdi. Uning so'zini qabul qildi.
anglash va itoat qilish haqida so'zlashdi. Said radhiyallohu anhuning o'zurlik ekanligiga birlik keldi va uning qilgan ishiga rozi bo'ldi. Ey Batur Shir, Alloh sana yordam bersin. Uyingning ishga ujuq. Parislarning uyinga qilgan kichikkina hujumimiz seni ularning qo'liga tirik yoki o'lik holda tushib qo'yadigan tursinmi? Sen balkoningda dum yetib turib, eng vahshiy hal qilg'uvchini boshqaryapsan. Ijaralaringdan yering zardab eqib tursinmi? Sen onunla beparvo holda takbir aytyapsan va askarlaringga to'lab turib, buyruqlaringni yetkazayapsan. Peshin namozinglarni o'qib bo'lguncha, o'rninglardan midirlamay hech narsani tavratmay turinglar. Peshin namozini o'qib bo'lganda, men bir qatim takbir aytaman. Shu chaqda sizlarmi takbir aytinglar. Oyoqinglarning bug'ichini chigib tayyor bo'lib turinglar. Bilinglarki, takbir sizlardan ilgari hech kimga berilmagan edi. Bilinglarki, sizlarni kuchlantirish uchun takbir sizlarga berildi. Men ikkinchi takbirni aytganda, sizlarmi takbir aytinglar va tayyorliqinglarni tuturinglar. Men uchinchi qatim takbir aytganda, yana takbir aytinglar. Chavandozlaringlar kishilarni jangga chiqish bilan dushmanlarni qo'g'lashga qiziqtirsin. Men 4-qatim takbir aytganda, tishinglarni tishlab hammanglar birlikda hujumga o'tinglar. Hattoki dushmanlaringlarning orasiga kirib ketinglar va la havl va la quvvata illa billah denglar. 3,5 kundan keyin Paris qo'shinlari xuddi dangdalshigan jivindek orqama-orqa yiqildi. Ular bilan birga butparastlik va o'tqa ibodat qilishmi yiqildi. Musulmonlar Fransiyadagi Balatush Shuhada jangini hisobga olmaganda hech qaysi jangda Qodisiya jangida uchragandanmi bekroq qattiq qarshilikqa uchrab boqmadi. Parislar bu jangda ajoyib chidamchanlik ko'rsatdi. Buningdan burun ularda bundoq chidamchanlik ko'rilmagan edi. Ular o'zining favqulodda jang qilish iqtidorini oshkorladi va bu jangda arablarni 4 kun urush qilishga majburladi. Musulmonlar Qodisiyada har 100 askardan 25 ni ziyon tortdi. Qodisiya jangi insoniyat tarixida Tumirlang va Babilon janglaridan balki hozirgi davrimizgacha yuz bergan janglardan ta'siri cho'ng bo'lgan jang edi. Qodisiya jangi Said radhiyallohu anhuning qimmatli qonuni va uning naqadar botir ekanligini oshkorlab berdi. Uni jangga bevosita qatnashishdan cheklaydigan sababi turib, uning saroyda turishi qo'shinining shijoatini oshirish uchun edi. Xuddi rivoyat qiluvchi Osmon ibn Raja as-Saidi aytgandek, agar u bir qatim tugi sotqudek vaqt jangga qatnasha olgan bo'lsa edi, to'liq qatnashgan bo'ladi. Alloh bilan qasamki, uni shu kunning qo'rqinchisi g'amga solmagan va ansiratmagan edi. Said radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhuga o'tparastlar ustidan g'alaba qilganligi haqida mundaq xat yozdi. Maqsadga kelsak, Alloh bizga parislarga qarshi yordam berdi. Uzunga suzilgan urush va qattiq qo'rqinishdan keyin ularga ilgirki dindoshlarga bergan jazoni berdik. Ularmi musulmonlarga misli ko'rilmagan tayyorlik bilan qarshi turgan edi. Alloh ularni u narsalar bilan manfaatlantirmadi, balki ulardan tayyorlagan narsalarni tortib olib, musulmonlarga elib berdi. Musulmonlar ularni qo'g'lab daryolarning qirg'oqlarining yo'llari va ko'chalargacha bordi. Musulmonlardan qori Said ibn Ubayda radhiyallohu anhu palonilar va bir turkum kishilarmi musibatga uchradi. Ularni biz bilmaymiz, Alloh biladi. Ular kechalari asal harisining ovozidek ovoz chiqarib Qur'on o'qiydi. Ular insonlar ichidagi she'rlar edi. Boshqa she'rlar ularga o'xshamaydi. Ulardan ketib qolganlar, qilib qolganlardan faqat shahidlik bilan ortiq bo'lgan edi. Chunki qilib qolganlarga tag'i shahid bo'lish taqdir bo'lmagan ekan. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli gezizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sunumuz. فالسكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح
وابكي مليا فملء الكون أسرح. Sa'id ibn Abu Waqqas radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. İkinci kısım. Saroyning fatih qilinishi. Jabir ibn Samura radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Ummatimdan bir turkum kishilar Saroyni, ya'ni Kisroning saroyini fatih qiladi. Jabir ibn Samuradan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Ummatimdan bir turkum kishilar Saroydagi Kisro jamiyatining xazinasini ochadi. Sa'id radiyallohu anhu jangdan keyin Qodisiyada 2 oy turdi va qilayotgan ishlari haqida Umar radiyallohu anhu bilan xat yozishib turdi. Ondan Umar radiyallohu anhu Sa'id radiyallohu anhuni Kisroning poytaxti bo'lgan Madainga berishga buyurib xat yozdi. Shuning bilan g'alaba qozong'uvchi qo'shin qo'zg'alib Madainga qarab yurib ketdi. Musulmonlar Paris, Babil, Bahrasin qatorliq joylarda g'alaba qilib, oxiri musulmonlar qo'shini Madainning qarshi tarafidagi qirg'oqqa yetib keldi. Sa'id radiyallohu anhu qo'shinini kema orqali salomat o'tkazishga tirishgan bo'lsa-mu, kema topolmadi. Chunki Parislar musulmonlarning foydalanmasligi uchun kemalarni yig'ib olgan edi. Daryo keng, suvi teshib turadi. Tiz oqqanligidan ko'pik o'rlab turadi. Do'lqinlar giralishib ketgan, suvi qirg'oqlarga urilib, nihoyatda egiz ko'tarilib eqib turadi. Bir kechasi Sa'id radiyallohu anhu bir tush ko'rdi. Tushida musulmonlarning otlari Dijla daryosining do'lqinlab eqib turgan suvidan otlab o'tib ketdi va qirg'oqdan hayron qolarlik holda chiqib keldi. Tarixda o'qishi bo'lmagan kesib o'tish. Sa'id radiyallohu anhu tushiga ishondi va daryodan kesib o'tishni qaror qildi. U askarlarni yig'ib xutba o'qidi. Allohga hamd va sano aytgandan keyin: Düşmanlar sizlardan bu dengiz orqali panohlandi. Bu dengiz sababli sizlar ularning yeniga bora olmaysizlar. Ular xoliga vaqtda sizlarning yeninglarga kelib, kemasida turibla sizlar bilan kuch sinasha oladi. Keyninglar tarafdan qo'rqishning hojati yo'q. Sizlarning o'rninglarda tajribali kishilar bu ishni hal qilib bo'ldi. Dushmanlarga chegaralarini tashlab qo'ydi. Ularning qo'g'dinadigan narsa qolmadi. Men sizlarni dunyo asir qilib olishdan burun niyatlaringlar bilan dushmanga qarshi jihad qilishinglarni eng muvofiq ko'rdim. Men bu dengizdan kesib o'tib, ularning yeniga berishni qaror qildim, dedi. Askarlarning hammasi: Alloh bizni va seni to'g'ri yo'l ustida qilsin. Undaqda shundoq qilgan, dedi. Sa'id radiyallohu anhu kishilarni daryodan o'tishga chaqirdi. Ondan ularning bizni kesib o'tishimizni to'smasligi uchun kim dastlabda berib ko'rik beshin, ya'ni daryoning u tarafini qo'g'dab turdi, dedi. Qosim ibn Amr at-Taymi va uning bilan botur kishilardan 600 kishi chaqiriqqa ovoz qo'shib daryodan o'tdi. Sa'id radiyallohu anhu o'z qo'shini bilan ularning keynidan o'tdi. Shunda qilib ular Parislarning xiyoliga kelib boqmagan bir shaklda Parislarning yeniga tuyuqsiz paydo bo'ldi. Subhanalloh. Alloh baktur. Suvi do'lqinlab eqib turgan bir daryo. Daryoning cho'nqurligi 6 metrdan kam emas. Otlar suvda uzib mangdi. Atlar ustida chavandozlar urush qiladi. Sa'id radiyallohu anhu asbonir qirg'iqiga yetib berish uchun suvga kirayotgan askarlarga mundoq dedi: Biz Allohdan yordam so'raymiz va uningga tavakkul qilamiz. Bizga Alloh yetarlik. U nima degan yaxshi homi? Buyuk katta Allohning madadi bo'lmasa, qo'limizdan hech ish kelmaydi denglar. Ular Dijla daryosidan charchibay o'tib ketdi. Do'lqinlab suv eqib turgan daryodan o'tish jarayoni xuddi qo'riqlikda manganda paranglashgandek paranglashib ketyotdi. Sa'id radiyallohu anhuning plani tarixshunoslar hayron qoladigan darajada muvaffaqiyatli bo'ldi. U muvaffaqiyatdan Sa'id radiyallohu anhu o'zimi hayron qoldi. Uning jandagi hamrohi Salman al-Farisi radiyallohu anhu hayron qoldi. Chunki ularni ot suv uzib o'tkazgan edi. Sa'id radiyallohu anhu mundoq deydi: Bizga Alloh yetarlik. U nima degan yaxshi homi? Allah bilan qasamki, madamiki qo'shin ichida yaxshiliklarni besib tushadigan zulm va gunohlar bo'lmasa, Allah o'z do'stiga cho'qim yordam beradi. O'z dinini g'olib qiladi, dushmanini mag'lub qiladi. Ondan uningga Salman radiyallohu anhu mundoq dedi: Allah bilan qasamki, ularga xuddi quruqlikda menishi oson qilingandek dengizlarda menishmi oson qilindi. Jinim qulida bo'lgan zot Allah bilan qasamki, ular xuddi uningga top-top bo'lib kirgandek uningdan top-top bo'lib chiqib ketadi. Ulardan otning yugunimi tushib qolmaydi. Ular ko'pligidan suv yuzini qoplab olgan edi. Qirg'oqda turib suvni ko'rgili bo'lmaydi. Ular quruqlikdagi vaqtidagidanmi ko'p paranglashib ketyotdi.
Xuddi Salmon radhiyallohu anhu aytgandek, ular hech narsani yo'qotmay, hech kim suvga cho'kib ketmay daryodan chiqdi. Faqat Bariq degan joydan bo'lgan G'arqada deb chaqiriladigan bir kishi bo'z etidan tushib ketdi. Abu Osman an-Nahdi mundoq deydi: Xuddi men u bo'z otga qarab turgandekla. Yavudoq ot joylasini silkiyotdi. Yeliq odam bo'lsa suvda laylayotdi. Shuning bilan Qaqo etining tizginini u kishi tarafga tortib, uning qo'lidan tutib so'rab daryodan o'tkazdi. Bariqli kishi kishilar orasidagi eng kuchli kishilardan edi. U: "Ey Qaqo, hamshirlar seningdekni tug'ishdan ojiz keldi" dedi. Qaqo bilan uning orasida tog'liq munosabati bor edi. "Sizlar jinlar bilan jang qilibsizlar." Yezdajirning qo'shini Dijla daryosini to'shqizib kelayotgan otlarga qarab Faris tilida "Divona Ahmad" degan so'zni takrorlashga boshladi va bir-biriga "Alloh bilan qasamki, sizlar inson bilan jang qilmabsizlar, faqat jinlar bilan jang qilibsizlar" deyishib ketdi. Abu Osman an-Nahdi mundoq deydi: Dijla daryosini ot uloqlar qoplab olgan edi. Hattoki qirg'oqda turgan kishi suni ko'ra olmaydi. Otlarimiz bizni elib ularning yeniga yoylasini silkib, kishingan holda chiqib keldi. Dushmanlar buni ko'rib hech narsaga qarab qo'ymay qochib ketdi. Farislarning podshohi Yezdajir qo'rqib, ordusining daryo yoqasida qaraydigan ishigidan chiqib ketolmadi. Amaliyotda ordu bilan daryo yoqasining orlig'i 3 kilometr keladi. Shuning bilan Yezdajirning Madaindan qochib ketishi uchun uni zambilga selib Oq saroyning orqa tarafidagi balkondan sangiltib tushirdi. U qochib ketganda uning bilan 1000 oshpaz, 1000 yilpiz, 1000 baziyor bor edi. Hattoki Allohning dinining yordamchilariga yordamchi bo'lish uchun ularning otlarimi qo'rqib ketgan edi. Tarixut Tabariyda mundoq bayon qilindi: Qo'rqinch brigadasining 5-i Osimning qo'mondonligida edi. Uning askarlari o'tparastlarning oxirgi qismiga yetishib oldi. O'tparastlarning ichida bir otliq bor edi. U yo'lni to'sib, hamrohlarining oxirgi qismining qochib olishi uchun qo'g'dab turardi. U davomli hujum qilish uchun etini ursa, eti kayniga yenib turardi. Ondan u etini qochish uchun urgan edi, eti bosh tortdi. Oxiri uningga Said radhiyallohu anhuning askarlaridan Adi ibn Tarif qabilasidan Saqib ismli bir kishi yetishib olib, uni o'ltirib o'tib narslarini oldi. Said radhiyallohu anhu Madainga kirib Kisraning ordusiga yetib keldi. Ondan Alloh taolaning tuvandagi so'zlarini o'qishga boshladi. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahramand bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Shunda qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miras qilib qoldirdi. Sura Duxon 25-oyatdan 28-oyatgacha. Shunda qilib islomiy fatihlar Hijriyning 20-yilining oxirigacha Iroqning sharqida va shimolida davomlashdi. U joylarni Said radhiyallohu anhu o'zi bevosita fatih qildi, yoki u joylarni fatih qilish uchun qo'shin va qo'mondonlarni avatdi. Hattoki Nahavandini fatih qilgan qo'shinni Said radhiyallohu anhu avatgan edi. Lekin u joyni fatih qilish Said radhiyallohu anhu vazifasidan qoldirilgandan keyin bo'ldi. Said radhiyallohu anhuning bu joylarni fatih qilishi yana davomlashdi. Said radhiyallohu anhu Iroqni, Faris shaharlarining ko'pinchisini, Ozarbayjon, Arab yerim orolini va Armeniyaning bir qismini fatih qildi. Ya'ni u o'zi bevosita yangi Iroqni va Ironning ko'p qismini bugungi chegaralari bilan qo'shib fatih qildi. U yana Turkiyaning janub qismidagi Ironga tutashgan joylarni, Ironning shimolidagi joylarni va Rossiyaga chegaralashadigan qismini fatih qildi. Uningdan boshqa u yana Kufani qurgan va shu yerga kelgan, shuning bilan Kufa butun sharqdagi islomiy fatihlar uchun oldingi asos bo'lib qolgan va ko'plagan fatih qilguvchi qo'mondon va ozod qilguvchilar bilan islom dunyosiga yordam bergan. Alloh katta qo'mondon Said radhiyallohu anhu rozi bo'lsin. Oxirida bir so'z qilib qoldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Yamanlik chavandoz Amr ibn Ma'di Karibtin Said radhiyallohu anhu haqida so'radi. Amr mundoq dedi: U Chedirdagi kamtar yo'lliq to'g'nidagi arab uvusidagi shirdir. U adil hukm qiladi, barobar taqsim qiladi. Qo'shin bilan Yiroqlarga boradi. U bizga kuyimchan onadek kuyinadi. Bizga haqqimizni zarra yo'tkagandek yo'tkab elib keladi.
Ömer radiyallohu anhu suiqasdga uchirganda 6 kishi orasida xalifalik haqida maslahatlashdi va mundoq dedi: kishilar kimni xalifa qilsa, u mendan keyingi xalifadir. Xalifalik Said radiyallohu anhu ga kelsa yaxshi. Undoq bo'lmasa, mendan keyingi xalifa uni o'ziga yordamchi qilsin. Men uni Kufadagi vazifasidan ojiz kelganligi yoki xiyonat qilganligi uchun elib tashlamadim. Zuhriy mundoq deydi: Osman radiyallohu anhu xalifa bo'lganda Kufadagi Mughira radiyallohu anhuni elib tashlab, Said radiyallohu anhuni boshliq qildi. Osman radiyallohu anhu shahid qilingandan keyin fitna yuz berib, Ali va Muaviya radiyallohu anha orasidan bosh chiqardi. Sahobalar bu haqda mujtahid edi. Mujtahid to'g'ri hukm qilsa 2 ajr, xato hukm qilsa 1 ajrga erishadi. Sahobalardan hech biri qon to'kishni yoki boshliq bo'lishni yoki mol dunyoni ko'zlamagan edi. Ularning hammasi Allohning roziligini maqsad qilgan edi. Allah ularning hammasidan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. Uning fitnadan yiroq turganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari orasida fitna yuz berganda Said radiyallohu anhu ana shu fitnadan o'zini chetga oldi va mundoq dedi: Men o'zimni bu ko'nglimga xalifalikdanmi haqliq deb qaramayman. Men jihodni bilib jihod qildim. Mendan yaxshi kishi bo'lsa o'zimni oyimidim. Kishilar menga 2 ko'zi va 1 tili bor qilichini elib kelib, bu qilich, bu mu'min, bu kafir demekçe men jang qilmayman. Ali ibn Zayd Hasan radiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar orasida qalaymaqonchilik yuz berganda bir kishi sahobalarning afzallarini izlashga boshladi. U kimdan so'rasa, uni Said ibn Malik radiyallohu anhuning yeniga boshlab boradi. Umar ibn al-Hakam Avanining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Said Muaviya radiyallohu anhuning yeniga kirdi-yu, uning xalifaligiga taslim bo'lmadi. Muaviya radiyallohu anhu: "Agar xohlasang buningdan boshqa so'zni qilgan bo'larding" dedi. Said radiyallohu anhu: "Biz mu'minlarmiz. Seni biz xalifa qilmadik. Sen o'zingning hozirgi holatidan mag'rurlanyapsan. Alloh bilan qasamki, men bir lo'nqi qon to'kish badaliga sen erishgan bir narsalarga erishishim meni xursand qilmaydi" dedi. Umar ibn Said otasi Said ibn Abu Waqqas radiyallohu anhudan mundoq rivoyat qiladi. Said radiyallohu anhuning yeniga o'g'li Amir keldi. Said radiyallohu anhu uningga: "Ey o'g'ilchiqim, meni fitnaga bosh bo'lishga buyurumsan?" Alloh bilan qasamki, yo'q. Toki menga musulmonni ursam keyniga yonadigan, kofirni ursam o'ltiradigan bir qilich berilmagicha urushmayman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundoq deganligini anglagan edim. Allah haqiqatan mahbi, taqvodor boyni yaxshi ko'radi dedi. U fitnadan o'zini tortdi. Shu sababdan ashu katta fazilatga erishdi. Husayn ibn Xorija al-Ash'ajidan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Fitna haqida menga shak bo'lib qolib, ey Alloh, menga haqdan bo'lgan, men ching tutadigan bir ishni ko'rsatgin" dedim. Keyin tushimda dunyo oxiratni ko'rdim. U ikkisi orasida bir bog' bor ekan. Boqqa kirsam bir to'p kishilar bor ekan. Ular: "Biz farishtalar" dedi. Men: "Shahidlar nada" dedim. Ular: "Palampayga chiqqin" dedi. Men birdan palampayga chiqdim. Qarsam Muhammad sallallohu alayhi va sallam va Ibrohim alayhissalom bor ekan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Ibrohim alayhissalomga: "Sen ummatimga istig'for aytqin" dedi. Ibrohim alayhissalom: "Sen ularning sendan keyin nimalarni paydo qilganligini bilmaysan. Ular o'z ara qon to'kdi, yo'l boshchisini o'ltirdi. Ular xuddi do'stim Said radiyallohu anhu qilganda qilsa bo'lmamdi" dedi. U mundoq deydi: "Men haq tush ko'rdim" dedim. Ondan Said radiyallohu anhuning yeniga kelib, tushimni uningga so'zlab berdim. U bakmi xushal bo'lib ketmadi va Ibrohim alayhissalom: "Do'sti bo'lmagan kishi haqiqatan ziyon tortdi" dedi. Men: "Sen ikki tarafdan qaysi bilan?" dedim. U: "Men hech qaysisi bilan billa emas" dedi. Men: "Meni nimaga buyuraysan" dedim. U: "Qo'ying bormi" dedi. Men: "Yo'q" dedim. U: "Undaqda qo'y setib olgan. Fitna ko'tarilib ketkicha qo'y beqib turg'in" dedi. İmam Zahabi mundoq deydi: Said radiyallohu anhu fitnadan o'zini tortdi. U Jamal urushi, Siffin urushi va hukm qildirishlarga mu qatnashmadi. U yo'l boshchi bo'lishga loyiq katta kishi edi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Uning amaldorlikqa qiziqmasligi. Said radiyallohu anhu mol dunyoga qat'iy qiziqmaydi. Chunki u jannatdan boshqa har qanday ne'matni sarrob, do'zaxdan boshqa har qanday azobni salomatlik deb bilatdi. Rahim shafqatlik Alloh azza va jallaning jannatidan boshqani tamo qilmaydi.
Amir ibn Said mundaq rivoyat qiladi. Uning otasi Said radhiyallohu anhu qo'ylari orasida edi. Uning o'g'li Umar kelgan edi. Said radhiyallohu anhu uni ko'rib, bu kelgan kishining yomonligidan Allohga sig'inib panohlik tilayman dedi. O'g'li uning yoniga kelib, "Ata, kishilar Madinada podshohlik talashyapsa, sen qo'ylaring orasida Arabiy bo'lib yashashga rozi bo'ldingmi?" dedi. Said radhiyallohu anhu Umarning ko'kragiga urib, "Jim tur, men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Alloh azza va jallaga taqvodor, boy, maxfiy bandani yaxshi ko'radi deb anglagan deyim" dedi. Uning qarindoshlarini qo'g'diganligi. Mus'ab ibn Said radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, bir kishi Ali radhiyallohu anhu tillagan edi. Said ibn Malik radhiyallohu anhu uningga beddua qildi. Shuning bilan u kishining yeniga bir tugi kelib uni o'ldirib qo'ydi. Said radhiyallohu anhu uning kafarati uchun bir qul ozod qildi va hech kimga beddua qilmaslikka qasam qildi. Yana bir rivoyatda Qays ibn Abi Hazim rivoyat qilib mundaq deydi: "Men Madinada edim. Bir vaqtda bozor oylanib o'tib, Ahjaruz Zayd degan joyda uloqqa minib olgan bir kishining atrofiga to'plashib olgan bir to'p kishilarning yoniga kelib qoldim. U kishi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ni tilovat Kishilar uning atrofida qarab turadi. Tuyuqsiz Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu kelib ularning yonida to'xtadi va "Bu nima ish?" dedi. Ular "Bu odam Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ni tilovat dedi." Shuning bilan Said radhiyallohu anhu oldiga chiqdi. Kishilar uningga yo'l ochib berdi. Said radhiyallohu anhu u kishining yonida to'xtab, "Hey kishi, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ni nimishqa tilaysan? U tunji musulmon bo'lgan emasmidi? U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan tunji namoz o'qigan kishi emasmidi? U kishilar orasidagi eng zohida emasmidi? U kishilarning eng olimi emasmidi?" deb Ali radhiyallohu anhu ning fazilatini tilga elishga boshladi. Hatto u Ali radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qizini olgan kuyovli emasmidi? U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning g'azotlarida bayroqdori emasmidi dedi. Ondan qiblaga oldini qilib, ikki qo'lini ko'tarib turib, "Ey Alloh, agar bu kishi sening do'stlaringdan birisini tillagan bo'lsa, bu kishilarga qudratingni ko'rsatmay turib, bularni qaytirib etmagin" dedi. Qays mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, biz shu yerdan tarqalib ketmay turib, u kishining ulug'ining pochig'i yerga petib ketib, uni tosh ustiga beshijilab tashlab etdi. Shuning bilan uning mengisi yerilib o'ldi." Uning balo musibatga sabr qilishi. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu Makka ga kelganda uning ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan edi. Kishilar uningdan duo talab qilib, oldirab kelishga boshladi. U kishilar uchun duo qiladi. Uning duosi ijobat bo'ldi. Abdullah ibn Sa'ib mundaq deydi: "Men shu vaqtda yosh edim. Uning yoniga kelib o'zimni tunishtirgan edim. U meni tunidi. U, "Sen Makka ahlining qorisimi?" dedi. Men, "Ha" dedim. Abdullah ibn Sa'ib so'zini davomlashtirib oxirida mundaq dedi: Men uningga: "Tag'ar, sen kishilar uchun duo qilasan. Agar o'zing uchun duo qilgan bo'lsang, ko'zing saqaygan bo'ladi" dedim. Said radhiyallohu anhu tabassum qilib kulib, "Ey o'g'ilchiqim, Alloh subhanahu va taolaning hukmi mening nazarimda ko'zimdan yaxshiroq" dedi. Safar vaqti keldi. Fidokorlik, qurbon berish va Alloh yo'lida jihad qilish bilan to'lgan uzun hayotdan keyin Said radhiyallohu anhu jinini yaratquchisi Alloh jalla va alaga topshirib, rahim shafqatlik Allohning jannatida do'sti payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qo'shilish uchun o'lim ko'rpasida uxlab qoldi. Chunki u jannat bilan xushxabar berilgan 10 kishining biri edi. Said radhiyallohu anhu ning o'g'li Mus'ab rivoyat qilib mundaq deydi: "Otam vafot bo'lish oldida uning beshi mening quchqimda edi. Men yig'lab ketdim. Otam menga beshini ko'tarib, 'O'g'ilchiqim, nimaga yig'laysan?' dedi. Men, 'Sening o'rning va bu holating uchun yig'layman' dedim. Otam, 'Yig'lama. Alloh meni hargiz azoblamaydi. Men jannat ahlidayin' dedi. Imom Zahabiy mundaq deydi: "Men aytamanki, Alloh bilan qasamki, u rost aytdi. Uningga muborak bo'lsin." Zuhriydan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu sakratga tushganda, yungdan tikilgan bir ko'ni juvni ko'rsatib, "Meni bu juvida kepallanglar. Chunki men Badr kuni mushu juvi bilan mushriklarga uchrashgan edim. Buni mushu kun uchun saqlab qo'ygan edim" dedi. Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilib mundaq deydi:
Said radiyallohu anhu vafot bo'lib jinoza elib kelinib, Said radiyallohu anhu jinozaga kirgizilganda u o'zini demoqchi yig'lab turib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oxirgi sahobasi deyishga boshladi. Said radiyallohu anhu Madinadan 10 mil yiroqlikdagi Aqiq degan joydagi sariyda vafot bo'ldi. Kishilar uni ko'tarib Madinaga elib keldi. Marwan ibn Hakam uningga namoz o'qidi. Marwan shu vaqtda Madinaning valisi edi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari o'z hujurlarida turib uningga namoz o'qidi. U Baqi qabristonligiga dafn qilindi. Alloh Said radiyallohu anhudan va boshqa sahobalarning hammasidan rozi bo'lsin. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlıqçılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزته تسمو به للعالي.